Sizlar qalaysizlar? Bugun meni настроением 100, chunki biz Toshkentda system bunaqa bizda atmosfera va biz Jilini Toshkentdagi tadbirga keldik. Men hali полностью bilmayman. Mana bunaqa bizga gadjetcha berdilar. Bu yerda nimalar bo'ladi hammasi yozilgan. Sizlarga ko'rsatib boraman. Meni ovozim qarang. Buxorodan aynan shu tadbir uchun biz keldik. Надеюсь, kunimiz Toshkentda zo'r o'tadi. Ты что хочешь сказать? Здравствуйте. Biz ham mana bunaqa joyga keldik. Bizani restoranga olib keldilar. Blogerlar uchun joy ajratilgan. Вот, hozir o'tirib mazza qilib kunimizni Jili bilan o'tkazamiz. Nasib bo'lsa, Xudo xohlasa, mana bu qo'lchoqcha. Mana keladi. Buni ichini qaranglar, qanaqa komfort. Birinchi marta Jili Buxoroga borgan paytimiz aynan Emgrandni reklamasini olgandik. Menga juda ham yoqqandi. Serisi qorasi undan ham zo'r. Ну такой комфort, havas qildim. Nasib bo'lsa, agar men mashina oladigan bo'lsam, aynan mana shu Emgrandda olaman, потому что ko'rinishi прям как BMW Merz, прям men sevadigan mashinalardan bittasida. Ko'rinishi shunaqa. No, narxi вообще superskiy. Shuning uchun agar men mashina olsam, nasib bo'lsa Xudo shu kunlarga meni yetkazsin, aynan mana shundan olaman.